nima uchun dunyoda, jumladan O'zbekiston ham elektromobillarga shunchalik katta e'tibor qaratyapti? Bu tendensiya qanchalik qaytmas jarayon hisoblanadi? Elektromobillar nafaqat O'zbekistonda, ta'kidlab o'tganingizdek, dunyoda ham juda ham jadal rivojlanib kelmoqda. Nimaga deganda, birinchi o'rinda ekologik xavfsiz transport vositalari turiga kirganligi uchun va bugungi kun texnologiyasida har bir etaplar bo'lgan. Misol, ichki yon dvigatellarning rivojlanishi, dizel dvigatellari, benzin dvigatellari bugungi kunda mana shu elektromobillarga yetib kelgan va jadal rivojlanganligi uchun infratuzilma ham O'zbekistonda ham bugungi kunga tepada ta'kidlab o'tganingizdek kirib kelgan va bugungi kun texnologiyasida eng jadal rivojlanib boryapti va xavfsiz. Birinchi o'rinda o'sha ekologik xavfsiz hisoblanganligi uchun ekologiya savollari bugunda O'zbekistonda ham, hamma dunyoda ham shu keskin qo'yilganligi uchun mana shu birinchi boyga o'rinlarda afzallik taraflari shu deb o'ylayman. Ikkinchi tarafdan iqtisodiy samaradorlik ham katta o'ringa ega. Oddiy bir aytaylik, misol endi oddiy avtomobillarda biz benzin, yonilg'i turida harakatlanadigan bo'lsak, litrda o'lchaymiz. Elektromobillarda bu kilovat soatiga o'lchanadi, demak elektr tokda harakatlanadi. Aytaylik, bir misolda olib ko'radigan bo'lsak, bir 100 kilometr harakatlanish uchun eshituvchilarimizga bir tushunarli bo'ladigan uchun taxminan o'rtacha 20 gradus ob-havo bo'lib turadigan bo'lsa, bir 14-15 kilovat soatiga elektromobil sarf qiladi. Kilovatini endi biz bugungi tariflardan eng qimmatini olganimizda ham 2,5 ming so'mdan hisoblaydigan bo'lsak, bu taxminan bizda 30-40 ming so'm atrofida. 30-40 ming so'm atrofida 100 kilometr harakatimiz tushyapti. Hamyonbop. Endi avtomobillarni oladigan bo'lsak, xuddi shu holatda o'rtacha 9-10 litr bilan harakatlanadigan deb oladigan bo'lsak, bu ob-havoni standart shu 20-25 gradusida oladigan bo'lsak, 10 litrcha benzin yoqadi. Bugungi kunda eng arzon o'sha 92 ekologik seriyasi kamroq 11 ming so'm oladigan bo'lsak, 11 ming so'm, demak bu 110 ming so'm bo'ladi. O'rtacha 2,5 baravar iqtisodiy samaradorlik hisoblanadi.